Assalomu alaykum akalar, ukalar, Chorishq bozor akalar. Bugun 20-yanvar hafta kuniga seshanba bo'lyapti akalar. Bugun 4 dona buqalarimiz bor akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Pullarni ham yaqin qilib aytamiz akalar. Mana Grenford, Golshten akalar, qaranglar zo'rligini. Tonna qilaman deydiganlarga. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumani, o'zimiz xonadondan bo'lyapti akalar. Oyoqda qaranglar. Ko'ldan bu oyoqim akalar. Qaranglar akalar. Zo'ridan so'raganlarga. Yoshlari 1 yosh mana. 1 yosh. Mana o'si 10 oylik. Grenfordni ham bo'yi 1 yosh atrofida akalar. Eng kichkinasi Grenford bo'lib qolyapti. Ko'ringlarchi? Mana. Endi narxlamani tez aytib ketaman. Bo'ylari 1.40, buni bo'yi 1.45, buniki 1.35 akalar. Buni bo'yi 1.17 sm. Mana Grenford bo'ylari akalar. Mana. Akalar, arqalari o'ta keng. Mana Grenfordni ham. Grenfordni ham arqalari keng. Jichcha qarong'i bo'lib qolyapti akalar. Hammadan ming bor uzr. Mana ikkovi oqqa akalar. 50 million so'm bo'lsa, ozgina o'tib beramiz. 25 milliondan. Ozgina xayri bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Ko'ringlar buqalarni. Mana o'siga 21 million so'm ozgina xayri bor. 21 million ozgina xayriga o'tib beramiz. Dastlabkasini qilib beramiz. Mana bo'ylari 1.35. Endi mana Grenfordni akalar 23,5 million so'm bo'lsa beramiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab akalar. Faqat like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar jigarlar. Mana qil zo'r buqalar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar, qaranglar. 25 milliondan akalar mana. 20-yanvarda turibmiz. Telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat akalar.